Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz. Size iltimosim bor edi. Qoraqalpog'iston Respublikasida yashayman. To'rtko'l shahrida. Sizdan iltimosim, meni O'rozboyev Asadbek o'g'lim 15 yoshida. 9-sinfda o'qirdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar tergovchilari tomonidan qamaldi. O'zaro ikki do'st o'zaro urushgan sababli hozir qamoqda. Sizdan iltimos, Qoraqalpog'iston Respublikasi Bosh prokuraturasiga sizdan iltimos, bizlarga yordam bering. Bizlarni shu militsiyalardan qo'limdan qutqaring. Urushgan balaga hech narsa bo'lmagan. Bo'lgani ko'zi ko'kargan. Ota-onasini oldina borib kechirim so'radik. Ota-onasini orqasi kuchli. Hammaga zulm o'tkazib turibdi. Militsiyalar ham hech narsa aytolmay turibdi. Bizlarni qo'llang, hurmatli prezidentimiz, bizlarga yordam bering. Balam 15 yoshida, qamoqxona tarbiyalamaydi uni. O'qishini o'qishi kerak. Bizlarga yordam bering. Meni arzimni bekor qoldirmang. Prezidentimiz, sizdan yalvarib so'rayman, menga yordam bering. Balama yordam bering. 169-statyani ham qo'yib turibdilar, 277-statyani ham qo'yib turibdilar. Meni murojaatimni hech kim ko'rmay turibdi. Ichki ishlar prokuratura tekshirmay turibdi. Ko'rib bosim bo'lib turibdi ularga. Orqaga militsiyaxonada urushib yuribdi jabrlanuvchini dadasi.